Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamasizlarmi? Hammanglar sog' salomatmisizlar? Xo'sh, mana biz hozir qo'shnimizni Makkasidamiz. Makkalari pishibdi, xudo xolasa. Lekin juda yomon, juda yomon bu. Makkalar endi sizlarga ko'rsatib o'taman. Xo'sh, dehqonchilik boshlayotgan, hali dehqonchilik qilmagan, boshlamoqchi bo'lganlarga 30 million so'm pul bo'lmasa 1 gektar yerga kamida 30 million ketadi. 30 million so'm pul bo'lmasa boshlamanglar. Haftada 3-4 kun vaqtinglar bo'lmasa boshlamanglar. Chunki dehqonchilik ekib qo'ydim bo'ldi, foyda keladigan narsa emas. Men sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana Makkani. Hozir mana Makkani ko'rinish. Ko'ryapsizlarmi ahvolni? Mana Makkani ko'rinishi. Kengisini ochaman. Mana. Ko'rdinglarmi? Mana Makka deyarli yo'q. Yarmida ham yo'q. Hamma pollar shunaqa bo'lib yotibdi. Bu yerda yarim gektardan oshiq, yarim gektar yer mana. Bo'lni shunaqa Makka, hammasi o't bosgan. Buni faqat endi silos qilish kerak. Yoki hozir bular nima qilishyapti? Mana shu donini terib, qopini 20 ming so'mdan sotishyapti. Qopiga 70 ta ketadi. Bizni Makkalar 70 ta ketardi. 70 ta ketganda 2000 so'm, 2200 so'm, hozir 2,5 ming ekan. Yaxshi Makka. 2,5 mingdan sotganda, 2000 dan sotganda ham 140 ming pul bo'ladi. 140 minglik qopni hozir 20 mingdan sotishyapti. Sizlarga maslahat beraman. O'zi Makka videolar to'xtatdim. Hozir mana ahvolini qaranglar. Pakana sov yotibdi. Lekin mana yana bittasini ochib ko'rsataylik sizlarga. Mana ishonch hosil qilishinglar uchun, ahvolni bilishinglar uchun. Voy. Mana ahvoli. Ko'rdinglarmi? Qurt tushgan. Xullas Makka mana ahvoli Makka. Ko'tazgina qolib ketdi yo'da mana. Sizlarga maslahatim ekishdan oldin 30 million kamida pulinglar bo'lishi kerak. Haftada 3-4 kun bo'sh vaqtinglar bo'lishi kerak. Dehqonchilik ham o'yin narsa emas, ekib qo'ysa chiqaveradigan narsa emas. Bu dehqon akamiz o'zi oldindan dehqon. Orada vaqtlari bo'lmadi qarashga, o't bosib ketdi, keyin Makka sarg'ayib ketdi, keyin kech bo'ldi qarash. Yoshligidan reja bilan qarash kerak Makkaga. Makka ham ekib qo'ydim, zo'r foyda qilaman deydigan narsa emas. Hammanglarga shuni tavsiya qilaman. Videoni shu hovliqib 50 million tiksam 100 million foyda qilaman deydigan hovliqma yangi boshlayotganlarga ham tashinglar. Ishlamasa 1 tiyin. Qilgan rasxoti 1 tiyin bo'ladi ishlamasa. Mana hozir bu yerdan yerini puli ham chiqmaydi. Urug', mehnat, dori, darmon u yoqda tursin, yeri puli ham chiqmaydi. Bu akamiz ancha minusga kirdi endi. Xo'sh, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Hozir mana bir qop Makka oldik 20 ming so'mga. Hammaga 20 ming so'mdan sotishyapti. Bir qop Makkani olib borib endi yaxshisini pishirib yeymiz. Charchamanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.